Assalomu alaykum qadrlilar, tomosha qilayotganingiz Madaniyat va ma'rifat telekanalida Agar ko'rsatuvi. Bugungi kunda ko'plab yurtdoshlarimiz, ayniqsa yoshlar, xorijiy davlatlarda mehnat qilish, munosib daromad topish va kasbiy tajriba orttirish maqsadida. Biroq bu yo'lda qonuniy mehnat migratsiyasi qoidalariga rioya qilish, zarur hujjatlarni rasmiylashtirish va viza ishlash uchun ruxsatnomalarni to'g'ri olishi juda ham muhim. Ayni damda ko'rsatuvimizda mana shu masalada suhbatlash uchun studiyamizga mutaxassislarni taklif etganmiz va o'zimizni qiziqtirgan savollarga javob topamiz. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Bugun ko'rib turibmizki, aytganimizdek, xorijiy davlatlarda ishlashni istagan yoshlarimiz va kasbiy tajriba orttirishni istaganlar juda ham ko'p. Aslida biz migratsiya deganda har xil tushunadi hamma. Bu qonuniy mehnat migratsiyasi deganda biz nimani tushunishimiz kerak? Qonuniy mehnat migratsiyasi bu O'zbekiston Respublikasi qonun qoidalariga rioya qilgan holda mamlakat hududidan chiqib ketish va mehnat faoliyatini amalga oshirish istagida bo'lgan davlat hududiga qonuniy kirib borish va qonuniy mehnat faoliyatini amalga oshirish tushuniladi. O'zbekiston Respublikasi aholi bandligi to'g'risidagi qonuni 105-moddasiga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi fuqarosi xorijda vaqtinchalik mehnat faoliyatini amalga oshirish uchun tashkiliy tartibda yoki mustaqil chiqib ketish huquqiga ega. Ya'ni fuqaro o'zi chiqib ketadimi yoki xususiy bandlik agentliklari va migratsiya agentligi orqali tashkillashtirilgan tarzda chiqib ketadimi, u o'sha davlatning qonunchiligiga qat'iy rioya qilishi kerak. Ya'ni kirib borish jarayonlari, vizani rasmiylashtirish jarayonlari, o'quv maqsadida kirib, keyin mehnat faoliyatini amalga oshirishlari bu noqonuniy mehnat migratsiyasining elementlari hisoblanadi. Endi asosan o'sha qonuniy mehnat migratsiyasi deganda bu hozir mana hamkasbimiz aytib o'tdilar. Qonunga bo'ysungan holda chiqib ketish, o'sha yerda ham faoliyatini o'sha davlatning qonuniga bo'ysungan holatda mehnat faoliyatini olib borish. Tushuniladi. Bu ko'proq imtiyozlarni beradi. O'sha davlatda qonuniy maqomda bo'lish imkoniyatini beradi. Aslida fuqarolar xorijda ishlash uchun qanday huquqiy asoslarga ega? Aytib o'tilgandek, birinchida O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining normalariga qaraydigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasi fuqarosi O'zbekiston ichida, undan tashqarida erkin harakatlanish huquqiga ega. Undan tashqari mehnat qilish huquqi, dam olish huquqi Konstitutsiya bo'yicha kafolatlangan. Ya'ni O'zbekiston hududida bo'ladimi, undan tashqarida bo'ladimi, mehnat qilish huquqi mavjud. Bu narsa nafaqat bizning milliy qonunchiligimiz, balki xalqaro normalarda ham nazarda tutilgan. Ya'ni inson huquqlari bo'yicha Umumjahon deklaratsiyasida mehnat qilish huquqi bu ijtimoiy huquqning bir turi sifatida keltirib o'tilgan. Umuman mehnat shartnomasini imzolashda mana shu borayotgan fuqarolarimiz eng asosan nimaga e'tibor qaratishlari kerak? Mehnat shartnomasi bu aksariyat davlatlarda mehnat faoliyatini amalga oshirishning huquqiy asosi hisoblanadi. Shundan kelib chiqib, mehnat shartnomasida uni mavjudligi birinchi o'rinda mehnat shartnomasi yoki masalan Rossiya Federatsiyasini qonunchiligiga ko'ra, Polsha Respublikasini qonunchiligiga ko'ra bu fuqarolik huquqiy shartnoma bo'lishi ham mumkin. Uni mavjudligi qaysidir jihatdan fuqaroni huquqiy ta'minlanishini kafolatlaydi. Ya'ni noqonuniy mehnat migratsiyasiga chaqirilayotgan yoki mehnat ekspluatatsiyasiga jalb qilinayotgan holatda aksariyat holatlarda mehnat shartnomasini o'zi bo'lmaydi. Mehnat shartnomasini endi oldik, uni ichida nimaga ahamiyat qaratish kerak? Birinchi o'rinda unda mavjud normalarga. Ya'ni xalqaro huquq bo'yicha mavjud bo'lishi kerak bo'lgan, masalan, 40 soatlik ish haftasi to'g'risidagi norma. Ya'ni bir hafta davomida fuqaro 40 soatdan ko'p ishlash mumkin emas. Agar uni qo'shimcha ishlarga jalb qilinadigan bo'lsa, bu kamida 2 hissa miqdorda to'lanishi kerak. Bu norma aksariyat davlatlarda mavjud. Masalan, bir xil davlatlarda buni ozgina o'zgartirilgan ko'rinishi mavjud. Masalan, Turkiya Respublikasida mehnat bir haftalik mehnat ish soati bu 40 emas, 45 soatni tashkil etadi. Lekin umumiy jihatdan masalan 40 soat bo'lishi kerakmi? O'sha narsa nazarda tutilgan va undan ortig'i 2 hissa miqdorda to'lanishi ham aksariyat mehnat qonunchiliklarida nazarda tutilgan. Mana shunaqa normalarga e'tibor berish kerak. Xorijga ishlash uchun, o'qish uchun ketadigan har bir fuqaro tabiiyki bu banklar bilan bevosita bog'liq bo'ladi, to'g'rimi? Masalan, pul yuborish masalalarida asosan shu paytda qaysi bank xizmatlaridan foydalanish maqsadga muvofiq? Pul jo'natishda aynan qaysidir bankka bog'lanib qolmaydi, o'zi
xalqaro pul jo'natish xizmatlari bor. Aynan o'sha nimalardan foydalanadi. Agar u O'zbekiston hududida ham o'zini faoliyatini yuritadigan bo'lsa, u Western Union bo'ladimi, Paysent bo'ladimi, har qanaqasidan foydalanishi mumkin. Endi bularni o'sha ish soat bo'yicha aytgan nimalari bo'yicha qo'shilaman. Aslida qonun bo'yicha shunaqa, lekin afsus praktikada, amaliyotda har doim unaqa emas. Ya'ni ish soati o'zi qonunchilik bo'yicha 40 soat ko'rsatilgan o'sha davlatlarda. Qo'shimcha ish soatiga agar jalb qilinadigan bo'lsa, u ishchi ixtiyoriy ravishda ishlash huquqiga ega, majburlanib ketishi. Bular aytganlaridek to'ppa-to'g'ri 2 hissa to'lashlari kerak, lekin afsus hattoki Yevropa davlatlarida ham bu narsa to'liq amaliyotda emas. Ya'ni ish beruvchi ba'zida ishi hajmidan kelib chiqqan holatda, ishchi kuchining yetishmasligidan kelib chiqqan holatda ishchilarni majburiy emas, lekin ishga chiqish shartini qo'yadi. Shunaqa holatlar ham bor afsus. Lekin bu narsani doim qonun doirasida hal qilish, ya'ni o'sha davlatlarda hal qilish doim ham amalga oshirilmaydi, chunki afsus Yevropaning hamma davlatlarida ham ish beruvchilar bu qonunga amal qilavermaydi. Bu narsa amaliyotda bor. Buni ham ochig'ini aytish kerak. Shuning uchun har qanaqa fuqaro, bu yosh katta bo'ladimi, yosh bo'ladimi, Yevropaga ishga ketishdan oldin nafaqat shartnomani, balki ish beruvchining o'zi bilan ham yuzma-yuzmi, balki O'zbekistonga taklif qilinsin. Misol uchun bizning xususiy bandlik agentligimiz amaliyotda bu narsani qilib keladi. Deyarli har oy chet eldan ish beruvchilarni olib kelib fuqarolar bilan yuzma-yuz ko'rishtiramiz. Yuzma-yuz bo'lmagan taqdirda ham o'sha onlayn ravishda ish beruvchi bilan bu holatlarni aniq qilib olish kerak. Ya'ni qo'shimcha bo'ladigan ish soatiga 2 hissa to'laydimi yoki undan kamroqmi? Qo'shimcha ish soatiga chiqish ixtiyoriymi yoki ish hajmidan kelib chiqish sharti qo'yiladimi? Ya'ni shu narsalarni ish beruvchi bilan ochiqlab olish kerak. O'zi ish beruvchi bilan bo'ladigan suhbat bu eng muhim bosqich hisoblanadi. Bu mehnat shartnomasidan ham kelib chiqqan muhimroq deb hisoblayman, chunki ko'p holatlarda mehnat shartnomasi deyarli bitta shablonda bo'ladi. Deyarli bitta shablonda, u har qanaqa davlatda bo'lmasin, deyarli bitta shablon. Majburiyatlar, o'sha mehnat disiplinasining buzilishi, ikkita tomonni majburiyatlari, korxona haqida ma'lumotlar deyarli bir xil bo'ladi. Lekin baribir ish beruvchi bilan bo'ladigan o'sha suhbatni birinchi o'ringa qo'yish kerak. Ya'ni O'zbekistonning o'zida bu narsani aniq ochiqlab olish kerak. Chunki u yoqqa borgandan keyin agar muammo yuzaga keladigan bo'lsa, bu yaxshi emas. Eng yomoni sarson bo'lsa, fuqaroning sarson bo'ladi. Bu yomon narsa. Fuqaro chetga ketishdan oldin o'sha kerakli tayyorgarliklarni qilish kerak. Chetga har qanaqa ketish istagan odam keta olmaydi. Qarang, kerakli tayyorgarliklar deganda aynan qaysi tayyorgarliklar bo'lishi kerak? Til bilishini, til bilish darajasini. Afsus, mana hozir bu narsani mana hamkasblarim ham tasdiqlashi mumkin. Yevropaning rivojlangan davlatlari til bilish shartini qo'yishgan. Ba'zi bir davlatlar sertifikat talab etishadi. Sertifikatni ham har qanaqa o'quv markazidan olinganini qabul qilishmaydi. Ya'ni ma'lum o'sha o'quv markazlaridan olingan til sertifikatlarini qat'iy sharti bilan qo'yishgan, shuniki bo'lsin. Bu rivojlangan davlatligi til bilib ketmasdan nimagadir erishib bo'lmaydi. Yoki til bilmasdan ketish imkoniyatlari ham bor u davlatda, deylik mavsumiy yo'nalishlar. Lekin mavsumiyga borgandan keyin agar til biladigan bo'lsa, u keyingi faoliyatini yana o'sha yerda davom ettirish mumkin. Ya'ni hujjatni qayta rasmiylashtirish mumkin. Qayta rasmiylashtiradigan bo'lsa, qo'shimcha imkoniyatlar paydo bo'ladi. Balki ma'lum vaqtdan keyin oilani birlashtirish dasturi asosida oilani olib kelishi mumkin. O'sha davlatda qanaqadir yana bir imkoniyatga ega bo'lishi mumkin. O'sha narsalar bor. Buni hammasi yana baribir tilga bog'lanadi. Til bu birinchi etapi, ikkinchi bosqichi bu ish bilish. Ya'ni qo'limdan hamma narsa keladi degan odam bu demak umumiy ishchi. Lekin mutaxassis, men shu ishni mutaxassisman deydi. Ya'ni yaxshi daromad qilishni xohlasa chetda u Yevropa davlati bo'ladimi yoki Osiyo rivojlangan davlati bo'ladimi, mutaxassisligiga ega bo'lish kerak. Mutaxassisligiga ega bo'lmasdan turib, qaysidir davlatga borib, katta yutuqlarga erishaman deb o'ylash bu xom xayol. Xato. Chunki chet eldagi ish beruvchilar o'ziga qanaqadir mutaxassisni kelishini oila davomida kutadi. Lekin oila davomida kutgandan keyin uni oldiga qo'lidan hech narsa kelmaydigan odam keladigan bo'lsa,
bu yerda yana katta muammo yuzaga keladi. Hattoki uni ishdan bo'shatib yuborish holatlari ham bo'lishi mumkin o'sha joyga. O'shaning uchun har qanaqa odam, yoshi kattami, yoshi kichikmi, chetga ketishdan oldin birinchi o'rinda o'zini til bilish darajasini to'g'ri baholab olish kerak. Ikkinchidan o'zini o'sha ish bilish darajasini, malakasini to'g'ri baholab, qaysi davlatga borishini aniqlab olish kerak. Bu eng muhim bosqich bo'ladi. Aytib o'tganlaridek, to'g'ri, ish beruvchi bilan bevosita muloqot bu juda ham muhim. U mehnat shartlarini og'zaki gapirib o'tishi mumkin, lekin baribir bu mehnat shartnomasini o'zida aks ettirilishi kerak deb hisoblayman. Chunki yurist sifatida agar nizo chiqadigan bo'lsa, u ish beruvchini og'zaki qaysidir va'dalariga emas, mehnat shartnomasida yozilgan shartlar, talablarga ko'ra nizo qilinadi, hal qilinadi. Bundan tashqari, agar o'sha aytib o'tildi, ish beruvchi noinsof bo'lgani uchun mana mehnat shartlarini, qoidalarini to'liq bilib turib, mehnat migrantiga unga berilishi kerak bo'lgan ish haqini yoki qo'shimcha ishlagan soatlari uchun haqni bermaganini birinchi o'rinda masalan mehnat migrantini huquqiy ongini pastligi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Shuning uchun u o'zi talab qilishni bilishi kerak. Agar o'zi talab qila olmagan yoki o'zi talab qilgan taqdirda ham qanaqadir natijaga erishmasa, masalan har bitta davlatda mehnat inspeksiyalari bor. O'sha inspeksiyalar orqali o'zini huquqini himoya qilishga erishishi kerak. Mana bugungi kunda ko'ramiz, masalan, sayohat uchun ketib, shu chiqib ketib olsam bo'ldi degan bir fikr bo'ladi yoki 3 oylik bir muddat bilan chiqib ketib, yillar davomida u yerda qolib ishlash maqsadida ketishadi-da. Buni biz qanday baholashimiz mumkin? Bu noqonuniy immigratsiyani bitta turi. Sababi o'sha aytib o'tdik, viza o'sha davlatning qonunchiligiga asosan agar ishchi vizasi bo'ladigan bo'lsa, ishchi vizasiga beriladi, sayohat vizasi faqat sayohat qilish uchun beriladi. Agar siz borib u yoqda sayohat uchun borib mehnat qiladigan bo'lsangiz, sizni hozir mana hamkasblarim aytib o'tganda, o'zi sizni huquqlaringiz buzilishni boshlaydi. Ish beruvchini o'zi buzsa ham siz bu huquqlaringizni kerakli tashkilotlarda himoya qila olmaysiz. Hech kim sizni u yerda himoya qilmaydi. Chunki siz o'zingiz u davlatga kirishingizni o'zi qonun buzilishi bo'lgan, mehnat faoliyatingizni olib borishni o'zi u davlatning qonunini buzish hisoblanadi. Kerak bo'lsa bu eng yengil deportatsiya hisoblanadi. Ba'zi davlatlarda 3 yildan 10 yilgacha qamoq jazosi ham belgilangan bu narsalarga. O'shanaqa narsadan oldini olish uchun hozirgi mana boshida aytgan narsamiz qonuniy migratsiya, ya'ni mehnat faoliyatini qonuniy o'sha davlatda amalga oshirish tavsiya etiladi. Mana shunday holatlarda masalan hozir pul o'tkazish borasida ham gaplashdik. Bugungi kunda ancha yengil bo'lgan kartadan kartaga pul o'tkazish. Bu masalalar qanday hal qilinadi? Masalan shu xalqaro bank kartalarini rasmiylashtirish tartibi qanday bo'ladi? Xalqaro kartalardan boshqa kartalarga pul o'tkazishda Yevropa davlatlarida limit qo'yilgan. Ma'lum miqdordan tashqari bo'lgan pulni o'tkazish qiyin, imkonsiz. Agar o'tkaziladigan bo'lsa, u yoqda ozgina savollar paydo bo'ladi. Ya'ni o'sha limit bor, o'sha limitdan o'tkazish mumkin emas. Bu kartadan kartaga o'tkazish amaliyoti juda ham ish bermaydigan nima. Unda menimcha hech qanaqa muammolar yo'q. Umuman yo'q. Lekin o'ziga yarasha miqdor bor. Miqdorning inobatga oladigan bo'lsa, $500 atrofida bo'lishi mumkin. Kam miqdorli pullar muammo emas. Qaysi davlatda bo'ladigan bo'lsa, o'sha davlatning bankiga borib bemalol pul jo'natmalari orqali, xalqaro o'tkazmalar orqali pul jo'natsa bo'ladi. Hech qanaqa unda qancha miqdor o'ladi, masalan, oylik limitlari bo'ladi. O'sha limitlardan oshib ketmasa, bemalol O'zbekistonga pul o'tkazsa bo'ladi. Banklarda ham hatto limitlar bor. Juda ham yaxshi. Boya ko'targan mavzuyingiz o'sha mavsumiy vizalar bilan borib qolib ketishi yoki turizm vizalarini olib qolib ketishi hozirgi kunda bu shaxsan bizni xususiy bandlik agentligi asosan e'tiborini Yevropaga qaratgan, Yevropa davlatlari bilan ishlaymiz. O'ziga yarasha juda ham katta muammolar olib kelyapti bu narsa. Yaxshi migratsiya agentligi yil boshidan men bilishim bo'yicha oxirgi marta olgan ma'lumotimiz bo'yicha 50 dan ortiq konsalting agentliklarini faoliyatiga chek qo'yishgan. Afsus, lekin konsalting agentliklari hali ham bor, hali ham qo'sh tirnoq ichida shunaqa agentliklar bor. Shu yo'nalishda faoliyat turg'izishadi. Bu yerda ikkita sabab bor. Fuqarolarning birinchi o'rinda vizani farqiga bormasligi, ya'ni ishchi viza doim vaqt talab qiladi. Chunki ishchi vizani o'ziga yarasha
etaplari bor, bosqichlari bor. Ya'ni boya aytib o'tganimdek suhbatlar, unga mehnat shartnomalarini rasmiylashtirish, undan keyin unga o'sha ishga chaqiruv qog'ozlarini rasmiylashtirish, elchixonaga navbat, viza ko'rib chiqish jarayonlari, buni hammasi vaqt oladi. Lekin turizm vizasida bu unaqa katta vaqt olmaydi. Ya'ni biz deylik bu xususiy bandlik agentliklari ishchi viza olishga 6 oy ketadi, 5 oy ketadi turgan paytimizda turizm vizasini u turizm vizasi demasdan ishchi viza qilib olsang bo'ladi deb 1 oyda olib beraman, 3 haftada olib beraman, uzoq 2 oyda olib beraman deb aldash holatlari bor. Yoki odamlarni o'zi bilib turib shu ishni qilayotganlari ham bor. Endi buni eng og'ir tomoni hozirgi kunda muammo bo'layotgani bu afsus o'zbekistonliklarni imijini xalqaro maydonda buzyapti. Bu o'zgarishi elchixonalarda, viza markazlarida ishonchsizlikni paydo qilgan. Ba'zi bir davlatlar, mana sizga misol qilib keltirishim mumkin, Litva davlati. Litva davlati hozirgi kunda O'zbekistondan mutaxassislarni qabul qilishni to'xtatgan. Butkul to'xtatgan. Nimani hisobiga? Aynan shu nolegal potok ko'payib ketganligi, elchixonadagi muammolar, soxta hujjatlar kirishi, fuqarolarning aldanishi bo'yicha shikoyatlarning ko'pligi shu. Vaholanki Litva davlatida o'zbeklarning diasporasi hozirgi kunda 3-o'rinda turadi. Qonuniy ishlab yurgan o'zbekistonliklarning bu soni. Bu 3-o'rin ham jiddiy raqam, chunki birinchi o'rinda Rus, ikkinchi o'rinda Belarus. Ularning birinchi, ikkinchi o'rinda bo'lishi tabiiy, chunki chegaradosh davlatlar. Lekin ulardan keyin o'zbeklarning turishi va o'sha joyda qonuniy faoliyat turg'izib, yaxshi mehnat qilib, daromad qilib yurishgani yaxshi. Ya'ni shunaqa noqonuniy faoliyatlarning orqasidan ochiq eshik yopilib qoldi. Bu narsa keyinchalik ham davom etishi mumkin agar odamlar bu narsani vaqtida tushunmasa, vaqtida bilmasa. Bu yo'nalish bilan, bu yo'l bilan ketishni to'xtatish kerak. Xalqaro maydonda juda ham og'ir vaziyat yopib qo'yapti. Byurokratiyaning kuchayishi, elchixonalarda tekshiruvlarning kuchayishi yoki muddatlarning cho'zilib ketishi shunaqa oqibatlar olib kelyapti bu narsa. O'zi asli mana masalan, men deylik, xorijga ishlash uchun ketmoqchiman. Ishni nimadan boshlashim kerak? Ishni birinchi o'rinda yo migratsiya agentligi, yo xususiy bandlik agentligiga murojaat qilishingiz kerak. Boshqa bironta agentlik bu yo'nalishda xizmat ko'rsatish haqqi yo'q. Chunki migratsiya agentligi faoliyati shu, migratsiya bilan shug'ullanishadi. Migratsiya agentligi tomonidan bizga litsenziya berilgan. Bizning ham faoliyatimiz shu. Qo'shimcha qilmoqchiman. O'zbekiston Respublikasi fuqarolari chet elga qonuniy ishlashni xohlashsa, birinchi navbatda Vazirlar Mahkamasi huzuridagi migratsiya agentligi va uni viloyatlardagi boshqarmalari va keyin litsenziya asosida faoliyat olib boriladigan xususiy bandlik agentliklari orqali chet elga ishlashga ketishlari mumkin. Bu hozir xususiy litsenziyaga ega xususiy bandlik agentliklari hozir O'zbekistonda 50 dan ziyod xususiy bandlik agentliklari faoliyat yurib boradi. Bu litsenziyani to'g'ridan to'g'ri migratsiya agentligi bizga taqdim qiladi. O'shaning uchun fuqarolardan iltimos qilib qolamiz, hech qanaqa yangi boshqa konsalting, turistik viza, boshqa narsalarga aldanmasdan migratsiya agentligi yoki xususiy bandlik agentliklariga murojaat qilishlarini so'rab qolamiz. Hozirgi mana savolingizga nima qilsam bo'ladi deganingizga, migratsiya agentligining xorij deyish platformasi bor. Bu Google Play dan ham, App Store dan ham yuklab olsangiz bo'ladi. Bu yerda o'sha chet elda mavjud bo'lgan qonuniy ishlar biriktirilgan, bemalol kirib o'zingizga to'g'ri keladigan kasbingizga, o'sha tili to'g'ri keladigan tanlab ariza qoldirsangiz bo'ladi. Agar tanlov ishtirokchilar ko'p bo'ladigan bo'lsa, tanlov sifatida tanlab olinadi, bo'lmasa suhbat asosida tanlab olinadi. Bu platformada nafaqat siz ish tanlaysiz, balkim til ham o'rgansangiz bo'ladi. Har xil onlayn tillar bor, chet davlatlarning, rivojlangan davlatlarning tillarini bemalol qilib tekinga o'rgansangiz bo'ladi. Qarang, mana shuncha imkoniyatlar yaratilgan, qonuniy yo'l bilan ketib bemalol xavfsiz ishlash mumkin bo'lgan holatda nega fuqarolar ijtimoiy tarmoqlardan topgan insonlariga ishonib, mana juda ko'p kuzatamizda, mana shunga pul to'ladingiz, chiqishi aniqmi? Sizga masalan mana shu siz istagan hujjatni qilib bera oladimi desiz, ko'p marta yana bu kichkina summa emasda to'lagan pullari. Unisiga to'lab ko'radi, yo'q bo'lib ketadi, bunisiga to'lab ko'radi, chiqmadi, uzr deydi. Mana shularni kuzatib turib hayron bo'laman. Nega davlatga ishonchsizlikmi bu yoki aynan nima uchun shunday bo'ladi? Nimaga fuqarolar aldanib qolyapti? Bu yerda bilishim bo'yicha tezkorlik, ya'ni fuqaroni shoshma-shosharligi,
tez ketish niyatida bo'lganligi, ya'ni qonuniy yo'l bilan ketadigan bo'lsa, mana xususiy bandlik agentliklari ham migratsiyada ham o'zini tartibi bor, bosqichi bor. Ya'ni siz etaplardan o'tishingiz kerak. Birinchisi til bilishingiz yoki bo'lmasa tilni o'rganishingiz etapi yoki bo'lmasa o'sha mehnat vizangizni rasmiylashtirishga muddat ketadi. Umuman ba'zi davlatlarda bu 6 oygacha mehnat vizasini berishga cho'ziladi. Fuqarolarimiz bugun ertaga ketishim kerak degan narsalarni qo'yishadi. O'shaning orqasidan konsalting firma degan hozir bizada chet elga yuboradigan o'sha firmalar paydo bo'lgan. Bularga ishonib berishadi. Ularni shartnomasini o'qisangiz, shartnomasini o'zida biz faqat maslahat beramiz deb qo'yibdi, tagiga summasini yozadi, pulni to'laydi. Pulni to'lagandan keyin men pul to'ladim-ku, nimaga men jo'natmayapsan degan narsalar ko'p bo'ldi. Men senga shartnomamda ko'rsatib qo'yibman, faqat maslahat berishni ko'rsatib qo'yibman. O'shaning uchun kechirasan, yuborish majburiyatini olmaganman dedi, o'zi qonuniy talab qilishni boshlasangiz pulingizni. O'shaning uchun biz ham o'sha xususiy bandlik agentligi to'g'risida qonunda ham aniq yozib qo'yibdi. Chet elga tashkillashtirilgan tarzda qonuniy yuborish faqat migratsiya agentligi hamda litsenziyaga ega xususiy bandlik agentliklari tomonidan amalga oshiriladi. Va O'zbekistonda boshqa tashkilot yoki boshqa shaxs bunaqa vakolatga ega emas. Yana shaxsan o'zim ham shunday guvohi bo'ldim. Bu yerdagi hech qanday agentlik emas, u hech qanday bir shaxsiy firma ham emasdi. Chet eldan turib, ularga ishonib o'z hujjatlarini yuborishadi. Ularga hatto pul ham yuborishadi-da, ular hujjatlarini chiqarib berishga, qandaydir bir mana shu ish shartnomalarini qilib berishga, mehnat shartnomalarini qilib berishga yordam beraman degan narsalarga ishonishadi. Bu qanday qilib shunday masofadan turib ishonch oqlay olishi mumkin? Bitta qilib aytish mumkin. Chet elda bo'ladimi? O'zbekistondagi konsalting agentligi bo'ladimi? Nima uchun fuqarolar ularga topshirishadi? Nima uchun ularga ishonishadi? Chunki chet eldagilar ham shu aldash istagida bo'lgan yoki fuqarolarni qaysidir yo'l bilan chetga yubormoqchi bo'lib, moliyaviy foyda qilmoqchi bo'lgan har qanaqa agentlik ham mana shu fuqarolar eshitish xohlagan gaplarni gapiradi. Boshqa narsa yo'q. Mana bizning oldimizga kelsa, yo migratsiya agentligining oldiga kelsa, ma'lum yo'nalishlar bo'yicha o'zgarish talablari bor. Bu ish beruvchini qiziqtira oladigan darajada bo'lish kerak. Bu aytib o'tganimdek har qanaqa odam ketmaydi. Ha, til bilishingiz kerak, kasb hunaringiz bo'lish kerak, bo'lish keraklar ko'p bo'lgandan keyin insonga yoqmaydi-da. Til bilishing shart emas, kasbing shart emas, borib nima ish bo'lsa qilasan degan, yengil gaplar odamga ko'proq yoqadi. Men sizga yana misol keltiraman. Biz yil boshidan beri shu kungacha har oy haydovchilarga, ya'ni CE kategoriyali haydovchilarga tanlov o'tkazib kelamiz. Lekin saralab olingan haydovchilar soni juda kam. Lekin qatnashganlar soni juda ko'p. Nima uchun? Biz saralab olamiz. Chunki u yoqqa borgandan keyin test drive bo'lish haqida xabarimiz bor. Agar u test drivedan o'ta olmasa, uni xalqaro liniyaga qo'yishmaydi. Ya'ni bizni bu yerda saralab olishimizdan maqsad borgandan keyin muammo bo'lmasligi uchun o'sha fuqarolarimiz o'sha ish joylarida imtihonlarni yaxshi topshirib yo'nalish chiqib ketishlari uchun. Lekin agar biz imtihon qilmaydigan bo'lsak, fuqarolar eshitish xohlagan gaplarni gapiradigan bo'lsak, ularni qo'ldagi hujjatiga ishonib, malakasi bormi yo'qmi qiziqmaydigan bo'lsak, ulardan farqimiz qolmaydi. O'shaning uchun bizda shu talablar borligi fuqarolarga ozgina nima desa bo'ladi? Qiyinchilik tug'diradi. Fuqarolar keyin shu men yordam beraman deb yordam qo'lini cho'zgan har qanaqa yengil yo'llarga borib murojaat qilishadi. U chet eldagilar ayniqsa juda ham yengil qilgan. Chet eldan turib men senga viza jo'nataman deydi. Hamma narsani tez qilib beraman deydi. Nemis tili ham o'qishing shart emas, sertifikat jo'nataman deydi. Pul olmayman deydi, lekin orada sug'urtingga, sertifikatingga mayda qiladi, fuqaro bilmay qoladi. Qarasa 3,5 euro berib qo'ygan. Shuning uchun fuqarolar eshitish xohlagan gaplarni gapirishadi. Bu eng kuchli qurol. Ijtimoiy tarmoqlardagi konsalting bo'yicha aytib o'tadigan bo'lsak, konsalting tashkilotlari bu O'zbekiston Respublikasida ro'yxatdan o'tgan qaysidir yuridik shaxslar, ular mavjud yuridik tashkilot. Lekin ijtimoiy tarmoqlardagi ish taklif qilinadigan tashkilotlar bu umuman mavjud bo'lmasligi ham mumkin. Ya'ni oddiy Telegramda bitta gruppa ochiladi, unga 3000, 4000 odam emas, bot yig'iladi va shu orqali har xil reklamalar davriy tarzda qo'yib boriladi. Lekin aslida ular masalan umuman mavjud ham bo'lmasligi mumkin. Ikkinchi varianti, u mavjud xorijdagi qaysidir rekruting tashkilotini vakili sifatida o'zini tanishtirishi mumkin. Lekin aslida masalan rekruting tashkilotlari bitta shaxsni vakillikka olib faqat o'sha orqali ishlamaydi. Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasining qonunchiligiga ko'ra rekruting tashkilotlar
litsenziya asosida faoliyat olib boradigan bo'lsa, u o'sha davlatni hududida faoliyat olib borishi mumkin. O'zbekiston hududida faoliyat olib borishi uchun u albatta xususiy bandlik agentligi bo'lishi kerak va O'zbekiston qonunchiligiga asosan bizning mamlakatimizda litsenziyaga ega bo'lishi kerak. Xorijda kasal bo'ladigan bo'lsangiz, sizni ruxsatnomasiz hech kim ko'rmaydi. Hech qaysi vrach qabul qilmaydi. Hattoki dorixonalarda ham dori berish tartibi bugun hozirda o'zimizda ham mana shu yo'lga qo'yilib boshlandi, lekin u yerda allaqachon shunday. Hattoki dori darmon sotib olish bir muammo bo'lib turgan paytda noqonuniy ishlab yurgan insonni hech kim qabul qilmaydi. Bunda qanday bo'ladi? Fuqaro chet elga ishlashga ketishdan oldin mehnat shartnomasi qiladi va shu bilan birgalikda ular agar migratsiya agentligi va xususiy bandlik agentliklari tomonidan ketiladigan bo'lsa, unga tibbiy sug'urta ham rasmiylashtiriladi. Hozir siz aytgan narsa bo'yicha ular bemalol o'sha davlatni o'sha bolnitsasi bo'ladi, kasalxonasi bo'ladi, o'shalardan foydalanish huquqiga ega bo'ladi. Bu aytganingizdek, bu O'zbekiston Respublikasi tomonidan himoyalangan va kafolatlangan bo'ladi bizning fuqarolarimiz. Agar u chet elga ketsa, u qachonki migratsiya agentligi yoki xususiy bandlik agentligi tomonidan jo'natilgan fuqarolar bo'lsa, aytganingizdek, nelegal turistik viza bilan borib qolib ketgan yoki vizasini srogi tugab qolib ketgan fuqarolarimiz juda ham qiynalishadi va keyin ular elchixonalarga yoki bizga o'xshagan tashkilotlarga murojaat qilishadi, yordam so'rab. Shuning uchun fuqarolarimizdan so'rab qolamiz, iloji boricha qonuniy yo'l bilan chet elga ishlashga ketishlarini so'rab qolamiz. Ana qo'shimcha qilsam, endi qonuniy yo'l bilan ketsa qanaqa imtiyozlarga ega bo'ladi davlat tomonidan? Birinchidan, o'sha o'qigan chet tili sertifikatini bir qismi davlat tomonidan qoplab beriladi, ketgan puli. Ya'ni 3 barobargacha bo'lgan summa davlat tomonidan qoplanadi. Bundan tashqari, o'sha vizasiga sarflagan pulga yana kompensatsiya sifatida davlat tomonidan 5 barobargacha bazaviy hisoblash miqdorining 5 barobargacha bo'lgan summa qoplab beriladi. Bundan tashqari yo'l chiptasiga o'sha olgan puliga 2 barobar hisobida davlat tomonidan qoplab beriladi. Shuningdek, qonuniy bo'lib turgan fuqaromiz, chet elda ishlayotgan fuqaromiz qanaqadir qiyin ahvolga tushdi. Nima davlat tomonidan qanaqa yordamlar ko'rsatiladi? Bir martalik moddiy yordam ko'rsatiladi jamg'arma tomonidan. Shuningdek, agar ish beruvchini aybi bilan ko'chada qolib ketdi, pulsiz qolib ketdi degan bo'lsa, bir martalik moddiy yordam ko'rsatilib, hostelga joylashtiriladi. Hostelning puli ham davlat tomonidan to'lab beriladi. O'zbekistonga qaytib kelish xarajatlari qoplanadi. Beg'araz, hammasi davlat hisobidan qoplanadi. Endi siz noqonuniy maqomda yursangiz, sizni O'zbekistonga qaytarib olib keladi davlat. Biz bu davlatning majburiyati. Faqat o'zingiz hisobingizdan bo'ladi bu. Keyinchalik siz to'lab berish sharti bilan qaytib kelasiz. Agar qonuniy maqomda yursangiz, siz hech qanaqa narsani qaytarmaysiz davlatga. Elchixonalar, konsullik muassasalari, migratsiya agentligining xorijdagi vakolatxonalari mavjud. Ularga yoki migratsiya agentligining bevosita o'ziga murojaat qilish mumkin. Agar fuqaro chet elda masalan hujjatlarsiz qolgan bo'lsa, noqonuniy maqomda, demak uni pasportini kimdir olib qo'ygan, hech qanaqa hujjatlari yo'q bo'ladigan bo'lsa, elchixonalar tomonidan unga vatanga qaytish sertifikati rasmiylashtiriladi va migratsiya agentligi uni O'zbekiston Respublikasiga qaytib kelish xarajatlarini qoplaydi. 313-Vazirlar Mahkamasining qarori bo'yicha agar fuqaro deportatsiya qilinadigan bo'lsa, qoplangan xarajatlar fuqaro tomonidan O'zbekiston Respublikasiga qaytib kelgandan keyin qaytarilishi kerak. Va e'tibor qaratish kerakki, bunaqa fuqarolarga tashkiliy tartibda yuborish bo'yicha xizmatlar 1 yil davomida ko'rsatilmaydi. Ya'ni unga xususiy bandlik agentligi ham, migratsiya agentligi ham xizmat ko'rsatmaydi, ko'rsata olmaydi ham, chunki bitta davlatdan u deport bo'lib qaytib keldimi, ikkinchi vizalik davlatga ketishi u uchun juda muammoli bo'ladi, chunki viza berish juda qiyin masala. Keyingi agar readmissiya qilib qaytarib olib kelingan bo'lsa, unga xorijga chiqish biometrik pasportini rasmiylashtirish 2 yilga taqiqlanadi. Ya'ni bu bo'yicha ham xizmat ko'rsatilmaydi. Ya'ni fuqaro nelegal, noqonuniy maqomda bo'lib turib, birinchi o'sha davlatda har qanaqa o'zini huquqlaridan mahrum bo'ladi. Ya'ni u bemalol chiqib ko'chada magazinga kirib nimadir olishi ham qiyin. Chunki agar ko'chada chiqqanimda meni politsiya xodimlari ushlab olsa, meni yana deport qilishi mumkin degan qo'rquv bilan yashaydi. Boshqa narsa haqida gapirishni hojati ham yo'q. O'zbekistonga kelganidan keyin ham o'sha deportatsiyani oqibatida u chetga chiqish pasporti bo'lmasa, pasport rasmiylashtirish huquqidan mahrum bo'ladi.
Mana shuncha zararlarni ko'ra bilib turib insonlar baribir tavakkal qilishadi. Bu baribir vaqtinchalik, chunki ertami kechmi baribir noqonuniy maqomda bo'lgan shaxs o'sha davlatni huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan qo'lga olinadi va unga nisbatan tegishli chora ko'riladi. Mana hozir sanab o'tyapmiz, chet elga ketish uchun viza xarajatlari, yo'l xarajatlari, masalan, umuman hujjatlarga o'ziga yarasha sarf xarajatlar bor. Aynan xorijga ketishdan oldin shaxsiy moliyaviy reja tuzish qanchalik muhim? Bu eng muhim etap. Eng muhim bosqichi bo'ladi, chunki baribir misol uchun xususiy bandlik agentliklari ma'lum bir miqdordagi xizmat uchun ishlaydi, chunki baribir xususiy sektor tadbirkorlik bu. Lekin buni ham baribir o'ziga yarasha normalari, chegaralari bor. Endi fuqaro deylik, qaysidir davlatga ketmoqchimi? O'sha davlatdagi oyligi uni O'zbekistonda qilgan xarajatlarini birinchi yoki uzog'i borsa ikkinchi oyda qoplab tashlash kerak. Agar u bir necha oylar davomida bo'ladigan bo'lsa, uni chetga ketishdan ma'no yo'q. Bu chunki oylar davomida bilamiz, eshitganmiz, misol uchun ba'zi bir noqonuniy faoliyat yuritadiganlar juda katta summalar olib tashlashgan. Bu summani yopishni o'ylasangiz, hayron qolasiz yoki umuman Yevropada yo'qolinglarni va'da qilishadi. O'shaning uchun birinchi navbatda u moliyaviy tomoniga kelishdan oldin har qanaqa fuqaro, har qanaqa yoshdagi fuqaro birinchi o'sha davlatni ketmoqchi bo'lgan davlatlarini o'rganish kerak. Bu eng muhim bosqichi. O'rganish shart. Iqtisodiyoti bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi. O'zini fuqarosiga bera olmayotgan oylikni nima uchun chet eldan kelgan fuqaroga berish kerak? Bu eng muhim narsa. O'shaning uchun o'ttiga bozor o'rganish kerak. Bozor o'rganib, bu davlatni yaxshilab o'rgangandan keyin qaysidir agentlikka murojaat qilganda, ulardan olayotgan javobiga qarab xulosa qiladi. Bu to'g'ri gapiryaptimi, noto'g'ri gapiryaptimi? Keyingi bosqich o'tsa bo'ladi. Moliyaviy tomonlariga, o'tda oladigan oyligi, qiladigan xarajatlarini qanchada qoplaydi. Agar u 3-chi, 4-chi, 5-chi oyligiga o'tib ketadigan bo'lsa, bormagani yaxshi. Agar birinchi, uzog'i borsa ikkinchi oyligida to'liq qoplanadigan bo'lsa, borishi to'g'ri bo'ladi. Chunki hech kim pul oshib toshib ketgandan ketmaydi. Shunday. O'shaning uchun Yevropaning eng muhim, eng foydali joyi bu o'zi hammamiz bilamiz, biz fuqarolar asosan Turkiya, Rossiyalarda ishlash nimani odat qilishgan. Yevropaning eng muhim joyi Yevropa hammamiz bilamiz, inson huquqlari bilan mashhur. Inson huquqlari o'zini o'rnida. Jiddiy qarashadi. Shunaqa. O'zini fuqarosi bo'ladimi yoki xorijdan kelgan shu mutaxassis bo'ladimi, tenglik bor. Hech kim uni kamsitmaydi yoki bir yerga urmaydi, boshqa qilmaydi. Yevropada ishlash eng muhim joyi bu moliyaviy tomondan tashqari o'tdan mutaxassislikni o'rganadi. Standartlarni o'rganadi, tilni o'rganadi, dunyoqarash o'zgaradi. Bu narsani baribir ertaga Yevropa butun umr qolib ketadigan joy emas. Ertaga O'zbekistonga qaytgandan keyin shu narsalarni O'zbekistonda tatbiq qilishi mumkin. Topgan daromadini O'zbekistonda qanaqadir bir to'g'ri yo'nalishda ishlatishi mumkin. O'rgangan narsalarini O'zbekistonga olib kirish mumkin. O'shaning uchun eng muhim bosqich bu moliyaviy tomondan ham tashqari o'sha davlatni o'rganish. Bu davlatda o'sha bozorni o'rganish, keyinchalik u davlatda o'sha faoliyati bo'yicha mehnat qiladigan bo'lsa, qancha daromad qiladi? U daromaddan tashqari o'rgangan mutaxassisligi ertaga unga foyda olib keladimi keyinchalik? Chunki bilamiz, baribir ma'lum vaqtga ketadi. Vaqtincha mehnat faoliyatini yuritgani ketadi, umrbodga emas. O'shani to'liq o'rganib, keyin qaror qabul qilish kerak. O'sha eng to'g'ri qaror bo'ladi. Bugun mana hozir davlatlarni sanab o'tdingiz, ko'proq bizni yurtdoshlarimiz borib ishlashni xohlashadi. Bugungi kunda qaysi davlatlarda O'zbekiston fuqarolari uchun rasmiy ish o'rinlari ko'proq? Baribir bilimga kelamiz. Baribir deylik, biznikilar rivojlangan, hamma ham rivojlangan davlatlarga borib ishlashni xohlaydi, lekin baribir u davlatlarni talabidan kelib chiqib, qaysi davlatlarga ketish osonroq, qaysi davlatlarga borish imkoniyati yengilroq, o'sha davlatlar to'g'riroq bo'ladi. Misol uchun Latviya bo'lishi mumkin, Litva bo'lishi mumkin, Estoniya davlati bo'lishi mumkin yoki Xorvatiya ochiq, Polsha ochiq, Bolgariya ochiq. Hozir yaqinda xalqaro migratsiya forumi bo'ldi, mana ko'rdik, Sloveniyadan kelishdi, Serbiyadan kelishdi, Ruminiyadan kelishdi. Bu davlatlar. To'g'ri, hozir bizlarni eshitayotganlar, ko'rayotganlar aytishi mumkin. Bu davlatlarda iqtisodiyot past, lekin iqtisodiyot baland davlatlarda ham eshik ochiq. Angliyada ochiq, Buyuk Britaniyada ochiq. Mavsumiy ish etmayapman. Yillik ishga borish mumkin, lekin uning o'ziga yarasha talabi bor. Germaniyada ochiq. Uni ham o'ziga yarasha talab bor. Germaniyaning bir necha dasturi bor. U talabalar uchun,
malaka oshirish uchun, uzoq vaqt ishlashga ketish uchun uni hammasini o'ziga yarasha talablari bor. U talablarga javob beradigan bo'lsa, marhamat, qilib beramiz. O'sha talabga javob bersagina qilib beramiz. Lekin talabga javob bermaganligi uchun hozir sizga birinchi sanab o'tgan davlatlarimda rus tili ishchi til hisoblanadi. Rus tili ishlaydi u davlatlar. Fuqarolarimizni aksariyati rus tilini biladi. Hozircha shu davlatlar qabul qilish imkoniyati bor. Rivojlangan davlatlar ham, arab davlatlari ham bor, Osiyo davlatlari bor rivojlangan yoki Yevropani rivojlangan davlatlariga o'ziga yarasha talablari bor. O'sha talablarga javob bersagina o'sha davlatga qilish mumkin. To'g'ri, aslida har bir pul to'lagan, haq to'lagan inson o'ziga yarasha talablarini qo'yadi. U qaysi davlatda, qayerda, kim bo'lishidan qat'iy nazar. Agar ba'zan ko'p eshitib qolamiz xalq orasida, shu yerni o'zida qo'lidan ish kelmagan inson ovora bo'lib chet elga borib yurmasin. Agar yaxshi til bilsangiz, yaxshi kasb hunarga ega bo'ladigan bo'lsangiz, o'sha pulni shu yerning o'zida ham topish mumkin aslida. Lekin mayli, tajriba orttirish, yaxshi bir siz aytgandek bir malaka ko'nikmalar hosil qilib kelib, o'sha bilganlarni bu yerda tatbiq etsa, nur ustiga. Biz bunga hech kim qarshi emas. Lekin mamlakat ichidagi ish o'rinlari bilan xorijdagi imkoniyatlar o'rtasida qanday farq bor? Malakali ishchi kuchi bilan, masalan, O'zbekiston Respublikasida ham malakali ishchi kuchiga talab yuqori o'zi aslida. Lekin o'sha malaka darajasiga yetadigan xodimni o'zi kam. Birinchidan, mana aytib o'tildi, chet elda ishlash uchun birinchidan tilni bilish kerak ma'lum darajada. Undan tashqari unda bilim bo'lishi kerak. Ma'lum kasbiy sohada u payvandlovchimiz, demak, o'sha payvandlash sohasini u yetuk mutaxassisi bo'lishi kerak. Lekin O'zbekiston Respublikasida ham xuddi shunday, agar u payvandlash mutaxassisi bo'ladigan bo'lsa, u chet eldagi miqdordagi pulni O'zbekiston hududida topishi mumkin. Faqat doimiy ravishda o'zini ustida ishlashi bilan bog'liq bu narsa. Agar payvandlash bo'yicha bo'lsa, payvandlash bo'yicha o'zim ham shu sohaga kirib qoldim, chunki bu bo'yicha ham biz juda aktiv ishlayapmiz. Xorazmda misol uchun keltirishim mumkin. Migratsiya agentligining Xorazm filiali bilan hamkorlikda, Xorazmdagi qurilish texnikumi bilan hamkorlikda bizning xususiy bandlik agentligi Xorazmdagi fuqarolarimizni xalqaro standartlar bo'yicha ISO 9606 ga birgalikda o'qitib, tayyorlantirib, mana may oyining o'zida 3 ta davlat ish beruvchi kelib o'zlarining imtihonlarini o'tkazib oldi. Endi qabulga yozilgan o'sha payvandlovchilarning aksariyati men professional payvandlovchiman, men o'zimga ishonaman, o'tib ketaman deb kelishdi. Lekin ular o'sha o'quv programmasidan o'tgandan keyin ular bilan gaplashsangiz, biz sal boshqacha tushunchada bo'lgan ekanmiz. Bizning tushunchamiz bo'yicha metalga yopishtirib qo'ysak bo'ldi. Metal ushlasa bo'ldi. Biz ishni bajardik deb o'ylagandik. Lekin aslida nima o'ziga yarasha standartlari bor ekan. O'sha standartlar bo'yicha svarka qilish bu eng muhim etap ekan. Chunki bizda bu odatda amaliyotda yo'q. Chunki svarka qilgandan keyin, o'sha payvandlagandan keyin uni maxsus tekshiradigan UZI etaplari bor. Uni o'sha bosimda tekshiradigan nimalari bor. Ya'ni o'sha standartlar bo'yicha o'qishgandan keyin ularda umuman o'zgardi. Endi payvandlovchilarga keladigan bo'lsak, ba'zi bir yirik korxonalarda to'g'ri. Ular 1000 ustida ishlagan taqdirda ham ularga loyiq oylik beriladi. Lekin unaqa korxonalarning kamligi, lekin payvandlovchilarning ko'pligi bu o'ziga yarasha o'sha payvandlovchilarimizni xorijga chiqish istagini uyg'otyapti. Ya'ni doimiy ish chiqishi qiyin. Payvandlovchilarning ham bir necha xili bor, deylik. TIK, ya'ni rangli metal bilan ishlaydigani bor. MIG-MAG misol uchun yoki eski shu elektrodugoi deymiz. Ularda ishlash standartlari. Bularning hammasini narxi har xil, ya'ni payvandlovchini har bir etapdagi narxi har xil. Ishchi kuchini narxi pastligi hozirgi kunda o'sha mutaxassislarimiz ham chetga chiqishga olib kelyapti. Hozirgi kunda Estoniya davlatlarida, misol uchun, hozir ham bu narsa bo'lyapti. Payvandlovchilarga e'tibor juda kuchli. Xudo xolasa Namanganda ham shu narsani reja qilyapmiz. Migratsiya agentligi filiali bilan hamkorlikda, qurilish texnikumi bilan hamkorlikda estoniyalik o'qituvchilarni, payvandlovchilar maktabi o'qituvchilarini olib kelib, o'sha yerda fuqarolarimizni o'sha Yevropa standartlari bo'yicha o'qitib, o'qishni bitirgan payvandlovchilarni xudo xolasa shu Yevropa davlatlariga
mehnatiga loyiq yarasha oylik olib mutaxassislarini oshirishiga xudo xohlasa yo'l ochib beramiz. Juda yaxshi. Mana hozir ko'plab yoshlarimiz ayniqsa deb sanab o'tyapmiz. Mana shu chet elda o'qish, ishlash istagida. Lekin mana shu yoshlarimizni firibgarlik va odam savdosidan himoya qilish uchun qanday huquqiy mexanizmlar mavjud? Endi odamlarni firibgarlikka aldanib qolmasligi uchun oldin o'sha bizada ham migratsiya agentligida ham yo'l qo'yilgan bu darslar. O'sha davlatni moslashtiruv darslari deb nomlanadi. Ya'ni o'sha davlatni urf-odati, qonunchiligiga o'rgatiladi. Nima mumkin? Mana oddiy misol uchun Koreyada bizada oddiy nosvoy tamaki mahsuloti hisoblanadigan bo'lsa, Koreyada bu giyohvandlik mahsuloti hisoblanadi. Sizni o'sha narsani iste'mol qilganingiz uchun qamoq jazosi kutib turibdi. O'shanaqa narsalarni biz ketmasidan oldin fuqarolarimizga tushuntiramiz. Mumkin emas u yoqqa olib kirish. Aeroportdan olib kirma u yoqqa. Agar olib kiradigan bo'lsang, seni aeroportning o'zidan huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari olib ketishadi. O'shaning uchun birinchi borayotgan davlatingizni qonunchiligi o'rganish kerak. Qonunchiligida nimalarga ruxsat bor, nimalarga ruxsat yo'q, urf-odati nimalar mumkin. Bizadan odatiy hol hisoblangan narsa ularda javobgarlikka olib kelishi mumkin. O'shanaqa holatlarni oldini olish maqsadida mana biz xususiy bandlik agentliklarini ham o'sha yuborayotgan fuqarolarni o'qitib beramiz. Moslashtirish darslari qo'yilgan, ya'ni o'sha fuqaro tasavvuriga ega bo'ladi borayotgan davlat to'g'risida. Nima qilsam bo'ladi? Oddiy misol uchun o'sha selfi rasmga tushayotgan payt orqangizda odam selfida rasmga tushib qolsa, rivojlangan davlatlarda javobgarlik belgilangan. Siz borib so'rashingiz kerak. Men rasmimni o'chirib tashlayman, tushibsiz. Sizni yo o'chirib tashlayman, yo ruxsat berasizmi, qolaverasizmi deb so'rashingiz. Agar ertaga u odam rasmni qayerdadir ko'rib qolsa, sizni sudga bersa, sizga nisbatan javobgarlik belgilanadi. U odamning shaxsiy ma'lumotini tarqatganlik hisoblanasiz. O'shanaqa holatlarni oldini olish uchun fuqarolarimizni albatta birinchi navbatda o'sha davlat to'g'risida tushuncha paydo bo'lishi kerak, bilish kerak, nimaga boryapti, nima ish qiladi u yoqda, qanaqa qonunlar asosida ish yuritadi. Shu narsalarga amal qilish kerak. Firibgarlikka tushib qolmaslik uchun boya aytib o'tganimizdek o'rganish kerak. Boradigan davlatini o'rganish kerak. Firibgarlikka tushib qolmaslik uchun o'rgangan narsa bilimi bilan har qanaqa agentlikka borganda ularni gapidan kelib chiqib xulosa qilish kerak. Litsenziyasi bor yoki migratsiya agentligiga murojaat qilish kerak. Bu eng muhim etapi. Endi yaqqa borgandan keyin xudo ko'rsatmasin shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, o'sha inson huquqlarini himoya qilish markazlari bor, konsulligimiz bor yoki o'sha mehnat inspeksiyalari bor. Shularga murojaat qilish kerak. Pasportini olib qo'ydimi? Bu juda jiddiy masala. Bu inson huquqlarini buzilishini eng nima deydi? Katta buzilish anaqasi. Shuning uchun bunaqa holatlarda juda ham tezkorlik bilan murojaat qilish kerak. Yaqinlariga murojaat qiladimi? Agar o'zi borishga imkoniyat bo'lmasa, juda tezkorlik bilan qilish kerak. Xususiy bandlik agentliklari orqali ketgan taqdirda ham xudo ko'rsatmasin, baribir odamlarning kimligini bilib bo'lmaydi. Bu chet ellik hamkor bo'ladimi yoki ketgan fuqaro bo'ladimi? Har qanaqa holatda ham agar xususiy bandlik agentligi orqali ketgan bo'lsa, birinchi o'rinda xususiy bandlik agentliklariga chiqish kerak. Shunaqa holat tezkorlik bilan bu narsani hal qilish kerak. Biz ham bu holatda yubordik, unutdik degan narsa yo'q. Misol uchun har qanaqa fuqaroyimizni ishini bajarganimizdan keyin uni vizasini olib berib chetga ishga joylashtirganimizdan keyin migratsiya agentligi bilan umumiy platformamiz bor. Har bitta fuqaroni ma'lumotlarini, biz bilan tuzgan shartnomasini, ish beruvchi bilan tuzgan mehnat shartnomasini, u qaysi ish beruvchiga biriktirilgan, qaysi korxonada, qaysi lavozimda ishlaydi, qancha oylik oladi, hamma ma'lumot taqdim qilinadi. U fuqaro ketgandan keyin uni shartnomasi tugaguncha monitoringi bizning bo'ynimizda. Uni xavfsizligi, doimiy o'sha mehnatiga yarasha oylik olishi, xudo ko'rsatmasin boya har xil sog'lig'i bilan bog'liq bo'ladigan qanaqadir muammolar bo'ladigan bo'lsa, o'sha holatlarda ham biz amaliy yordam beramiz. Ya'ni bu kerak bo'lsa konsulliklarimiz bilan birgalikda bu narsani hal qilishimiz mumkin. Ya'ni tashlab qo'yilmaydi. Agar ish beruvchi tomon, ya'ni ish beruvchi nobop bo'lib qoladigan bo'lsa, qanaqadir noqonuniy faoliyat yuritayotgan bo'lsa, ya'ni rasmiy oylik bermasdan konvertda berayotgan bo'lsa, ya'ni ish soatini bekitib, shunaqa holatlar ham bo'lishi mumkin. Bu holatda birinchi o'rinda bizga murojaat qilish kerak. Biz keyin u tomon bilan gaplashamiz. Agar hech qanaqa bir o'zgarish bo'lmasa, harakatlar bo'lmasa, tegishli idora bilan ishlaymiz.
Qarang, agar fuqaro mana shunday bir xususiy korxonalar orqali ketgan bo'lsa-yu, qandaydir muammolarga duch kelgan bo'lsa, keyin mana shu migratsiya agentligiga murojaat qiladigan bo'lsa, ularga qanday yordam beriladi? Yordam beriladimi? Yoki o'sha sizni yuborgan, sizni kutib olgan insonlar bilan hal qiling deyiladimi? Yo'q, bu bo'yicha o'sha Vazirlar Mahkamasining qarori ham bor. Ya'ni agar fuqaro qonuniy yo'l bilan ketgan bo'lsa, u yoqda qiyin ahvolga tushib qolgan bo'lsa, ish beruvchining aybi bilan davlat hisobidan advokat ushlab berilish nimamiz ham bor, huquqimiz ham bor bizani. Biz o'sha fuqaroga agar ish beruvchi oyligini bermayotgan bo'lsa yoki bo'lmasa o'sha boshqa ishlarni yuklayotgan bo'lsa, o'ziga belgilangan vazifadan tashqari boshqa ishlarni yuklayotgan bo'lsa, buni o'sha sud tartibida o'sha davlatning sud orqali, qonun orqali fuqaromizni himoya qilish, ya'ni tekinga davlat hisobidan advokat ushlab beriladi. Boya aytib o'tgandek, keyin agar fuqaro o'zi ishlashni xohlamasa, orqaga qaytaman bo'ldi O'zbekistonga deydigan bo'lsa ham, O'zbekistonga olib kelib qo'yish hamma xarajati davlat hisobidan amalga oshiriladi. Beg'araz hisobda bu davlatga qaytarilmaydigan summalar hisoblanadi. Lekin bu yerda bitta narsani ham hisobga olish kerak. Hozir faqat fuqaroning xavfsizligi haqida gapiryapmiz. Lekin fuqaroning majburiyati ham bor, buni unutish kerak emas. O'zbekistondan tashqariga chiqqan har qanaqa fuqaro, u Tojikistonga chiqadimi, qo'shni davlatlarga yoki eng uzoq bo'lgan davlatlarga chiqadimi, esdan chiqarish kerak emas. Bu har bittamiz yuzimiz, O'zbekistonning yuzi. U har bitta harakati bilan butun boshli millatni nima deydi, oynasi bo'lishi mumkin, ko'rsatib qo'yishi mumkin. O'shaning uchun majburiyati haqida unutish kerak emas. Mayli oldimizga keldi, qanaqadir yo'l bilan bizga o'zini malakasi borligini tushuntirdi deydik, til bilish darajasini tushuntirdi deydik. Lekin borgandan keyin ish joyini tashlab qochadigan bo'lsa, bu yaxshi emas. Bu yaxshi emas. O'sha korxonada deylik bir 50 ta, 100 ta o'zbekistonlikni qozoni qaynayotgan bo'lsa, keyinchalik ham boshqalarga imkoniyat bo'ladigan bo'lsa, bitta odam xatosi tufayli keyingilarning imkoniyati yopilishi mumkin. Ketgandan keyin ayni majburiyatlarini unutish kerak emas. Migratsiya agentligini yoki xususiy bandlik agentliklarini bu yerda bajaradigan ishi fuqaroni qonuniy tartibda, tartibli migratsiyani tashkillashtirib berish. Qonuniy yo'l bilan yetib olishini ta'minlab berish. Lekin fuqaroning bitta majburiyati bor u yerda. Borgandan keyin qaysi lavozimga borgan bo'lsa, o'sha lavozimda ishlash, o'sha ishni bajarib berish. Biz borib o'rniga ishlab berishga majbur emasmiz yoki migratsiya agentligidan kimdir borib ishlab berishga majbur emas. Bu yerda faqatgina fuqaroning himoyasi emas, fuqaroning majburiyatini ham yaxshigina eslashimiz kerak. Shunday. Ketishdan oldin o'zi yaxshilab o'zi bilan kelishib olish kerak. Mas'uliyatni bo'ynimga olib borib ishlay olamanmi, eplay olamanmi, yo'qmi? Shu narsani to'g'ri tushunib olib, bitta to'xtamga kelgandan keyin borib ishlash kerak. Agar u joyda doimiy muammo yuzaga keltiradigan bo'lsa, deylik 15 ta odam ketdi, lekin ichida bitta odam norozi. Norozi nimaga ish eplay olmayotganidan norozi. Uning uchun butun dunyo aybdor. Qonuniy yo'l bilan ketgan taqdirda. Lekin u muhitni buzish kerak emas, ish atrofdagi muhitni. Boshqalarning ham kayfiyatini buzish kerak emas. Shuning uchun bu narsalarni unutish kerak emas. Ish beruvchi bu holatda ishdan bo'shatib olishga ham haqqi bor, chunki bu narsani shartnomada ko'rsatadi. Shuning uchun majburiyatlari haqida unutish kerak emas. Ish joyini tashlab boshqa joylarga qochib ketishi, boshqa davlatlarga o'tib ketishi bu noqonuniy hisoblanadi. Chunki viza olishda o'sha korxona, o'sha korxonaning rahbariyati unga viza olishiga kafil bo'ladi. U vizani o'sha davlatga oldimi, milliy viza oladi. Schengen viza olmaydi, milliy viza oladi. Milliy viza oldi degani u korxonaning kafilligida turibdimi? Aynan o'sha korxonada ishlashi, o'sha davlatda ishlashi qonuniy hisoblanadi. Boshqa davlatga o'tib ketishi, boshqa davlatga borib hujjatlarini rasmiylashtirishi bu qo'pol qilib aytgan insofsizlik bo'ladi. Shuning uchun ketgandan keyin majburiyatlari haqida unutish kerak emas. Bu eng muhim joyi bu ham. Qarang, biz hozir faqat ishlash haqida gaplashyapmiz-da. O'qish borasida ham mana shunday gaplar qulog'imizga chalingan. Mana Koreya davlatida masalan o'qishga borishgan, o'qish qiyinlik qilgan va unga yaxshiroq daromad bilan ish taklif qilishgan. Daromad ko'zga yaxshi ko'ringanda, agar ishlasa o'qishga vaqti yo'q, o'qisa ishlashga imkon bo'lmaydi. Ishni tanlab, o'qishni tashlab ketganlar, ota-onasiga yillab men o'qishdaman deb yurgan yoshlarimizni ham ko'rishimiz mumkin. Hattoki turmushga chiqib ketgan qizlar, o'qishni tashlab turmushga chiqib ketgan qizlarni ko'rganda, mana shu o'qishga borish uchun yordam berganlar qanchalik izza bo'lgani va o'zbeklar sha'niga dog' tushirishayotgani haqida kuyinib, pishunib gapirishganini eshitganmiz-da. Bu holatlar qanday bo'ladi? Qanday yo'l yo'riq ko'rsatiladi? Qanday chora ko'riladi?
yo'l yo'riq endi bu yerda faqat tushuntirish qilib berishimiz mumkin. Boshqa iloji yo'q. Boshqacha baribir jismoniy kuch bilan uni ushlab qola olmaymiz. Yoki bir To'g'ri, har bir allaqachon shaxs, katta inson, u qo'liga hujjatini olgandan keyin, pasportga ega bo'lgandan keyin, uni shaxsiy hayoti, lekin mana shunday, masalan, bu qonun buzishga kiradimi? O'qishga borgandan keyin ishlash bilan qolib Albatta. ketish? Albatta, bu Koreyada ish vizalar har xil turi bor. Bu o'qishga borish uchun boshqa turdagi viza beriladi. Ishga borish uchun boshqa turdagi viza beradi. Ya'ni Y9 vizadan Y7 viza, o'qishga boshqacha viza beriladi. O'shaning uchun bu viza asosida Koreyaning o'zida qonuniy ishlash mumkin emas. Noqonuniy yo'lda yuradi. Bu degani noqonuniy yo'lda yurdi degani nimalarni yo'qotadi fuqaromiz? Fuqaromiz oyligini ola olmasligi mumkin. O'ziga belgilangan vazifadan boshqa vazifalarni bajarishi mumkin. Shunaqa o'ziga salbiy tomonlarini ko'radi. Endi agar fuqaromiz keyinchalik davlatning himoyasidan ham mahrum bo'ladi. Ya'ni o'sha davlatda o'zini huquqini himoya qilish vositalaridan mahrum bo'ladi. Noqonuniy yuribdi, chunki ertaga u davlat ham aytadi, fuqaro noqonuniy yuribdi, biza bu fuqaroning o'zi qonunni buzgandan keyin hech qanaqa bir yordam ko'rsatilmaydi. Biz ham davlat tomonimizdan ham faqat o'sha olib kelish, keyinchalik undirib olish, fuqarodan undirib olish bilan yo'li bilan olib kelish imkoniyatlari faqat bor. Juda ham yaxshi. fuqarolarni chetga ketishdan oldin yaxshilab tayyorlanishini, yaxshilab o'rganishlarini chaqirib qolardim shu narsaga. Shu narsaga targ'ib qilardim. Chunki bu boya aytib o'tganimdek xalqaro maydondagi imijimizni buzishyapti. Men shaxsan xohlamasdim Yevropani ikkinchi Rossiya bo'lib qolishini. Shuning uchun fuqarolarimizdan bu narsani talab qilardim. Chunki o'zim shu soha bo'yicha faoliyat yuritaman. O'rganishsin. O'sha davlatda o'rgan. O'zini hurmat qilgan odam qayergadir murojaat qilishdan oldin u odamni berayotgan javobi, u odamni takliflarini shunchaki qabul qilish kerak emas. Avval o'rganib, uni javoblarini ozgina xulosa qilish kerak, o'rganish kerak. To'g'ri beryaptimi, noto'g'ri beryaptimi? Yaxshilab o'rganish kerak. Ikkinchisi, boya aytib o'tganimdek, har doim ham qog'ozga ishonib qolish kerak emas. Har doim ham. Bu narsani ochiqchasiga gaplashib aniq qilish kerak. To'g'ri, u og'zaki gaplar ertaga o'zini tasdig'ini topmasligi mumkin. Lekin baribir ochiqlab olgani to'g'riroq bo'ladi. Ochiqlab olgani to'g'riroq bo'ladi. Ya'ni bu hamma narsa amaliyotda bo'lgan narsalar. O'shaning uchun fuqarolarimizdan ketishdan oldin yaxshilab tayyorlanishlarini, o'zlarini til bilish darajalarini, ish bilish darajalarini to'g'ri baholab, to'g'ri qaror qabul qilishlarini targ'ib qilardim. Bu eng muhim bosqich. Chetga ketishni rejalashtirgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari migratsiya agentligi yoki litsenziyaga ega bo'lgan xususiy bandlik agentliklariga murojaat qilishlarini so'rab qolamiz. Boshqa har xil firmalar, chet elga jo'nataman degan firmalarga ishonib qolmaslik. Chunki hozirgi kunda bizaga murojaat qiladigan fuqarolarimizdan juda ham ko'pchiligi aldangan fuqarolar kelishadi. So'rashadi, men bu yerga 5 million, 10 million to'ladim, u kompaniya уже yo'q, u firma yopilib ketibdi. U даже ofisi ham yo'q, hech qanaqasi yo'q degan savollarni juda ham ko'p eshitamiz-da. Shuning uchun aytib o'tmoqchiman, migratsiya agentligi yoki litsenziya asosida ishlaydigan xususiy bandlik agentliklariga murojaat qilsalar bo'ladi. Endi mana hozir hamkasblarim yuqoridagi gaplariga qo'shilib, qonuniy migratsiyani tanlashni tavsiya etaman. To'g'ri, bu sal uzoq vaqt talab qilishi mumkin, lekin siz ishonchli ketasiz, siz davlat himoyasida bo'lasiz, siz o'sha davlatning qonunlari himoyasida bo'lasiz. O'shaning uchun fuqarolarimizga qonuniy migratsiya yo'lini tanlashni tavsiya qilaman. Sal vaqt talab qilsa ham, sal bilim talab qilsa ham, sababi ertaga o'zlari qiyin ahvolga tushib qolsa ham sezishadi. Qonuniy migratsiya bilan noqonuniy borganini farqini. Najot faqat ilmda. Agar shaxs o'zi ustida doimiy ravishda ishlasa, bilimini, ilmini rivojlantirib borsa, u O'zbekistonda ham, chet elda ham o'zini huquqlarini himoya qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Rahmat. Barchangizga bugungi tashrif uchun va kerakli maslahatlar uchun, fikrlar uchun rahmat aytamiz. Salomat bo'ling. Aziz tomoshabinlar, bu suhbatdan ko'rinib turibdiki, demak biz qayerda nima ish qilishimizdan qat'iy nazar o'z ishimizni ustasi bo'lmas ekanmiz, kasb hunar egasi bo'lmas ekanmiz, demak o'z o'rnimizni topishimiz qiyin bo'ladi. Qolgan xulosa o'zingizdan.
Tomosha qilganingiz agar ko'rsatuv edi, bizdan uzoqlashmang. Salomat bo'ling.